Eron chempionatidagi legionerlar masalasi eng katta muammo. Fabio Cannavaro. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro FIFA Series musobaqasi oldidan matbuot anjumanida ishtirok etib, jurnalistlarning savollariga javob qaytardi. O'rtoqlik o'yinlari biz uchun juda muhim. Har bir o'yinda g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Shu bilan birga futbolchilarni tekshirib olamiz. Jahon chempionatiga kam vaqt qoldi. Shuning uchun har bir uchrashuv biz uchun katta ahamiyatga ega. Tarkib haqida gapiradigan bo'lsam, ba'zida o'yindan kelib chiqib, uslubni o'zgartirishimiz mumkin. Bunday vaziyatda markaziy yarim himoyadagi futbolchilar juda qo'l keladi. Bu safar bitta ko'proq hujumchi jalb qildik, deydi Cannavaro. Gabon terma jamoasi haqida. Bosh murabbiy bo'lajak raqib Gabon terma jamoasining asosiy yulduzlari hisoblangan Pierre-Emerick Aubameyang va Mario Lemina O'zbekistonga qarshi bahsda ishtirok etmasligi haqida to'xtaldi. Men ko'proq o'z jamoam haqida o'ylayman. Albatta, raqibni tahlil qildik, kuzatdik. Yig'inga kelmagan Aubameyang ularning tarkibidagi eng kuchli hujumchi, lekin biz o'zimizga e'tibor qaratishimiz, o'z o'yinimizla yaxshilashimiz kerak. Maydonda nomlar emas, balki jamoa o'ynaydi. Shuning uchun 100% konsentratsiya bilan harakat qilishimiz shart. Jarohatlangan futbolchilar. Fabio Cannavaro tarkibdagi jarohatlangan futbolchilar doimiy kuzatuvda ekanligini ma'lum qildi. Jarohatlar masalasi ham bor. So'nggi oy davomida ko'p futbolchilar jarohat oldi. Umid qilamanki, ularning barchasi tez orada safga qaytadi. 3 ta muhim futbolchimiz bor. Bu borada yechim topishimiz kerak. Jarohatlanganlarni ham kuzatyapmiz. Hatto ularni qo'llab-quvvatlash uchun shaxsan uchrashdim. Masalan, Fayzullayev jamoaga kelganimdan buyon ko'p jarohat oldi, lekin biz oxirgi soniyagacha ishlashda davom etamiz, dedi italiyalik mutaxassis. Tarkib haqida. Jamoa bosh murabbiyi 2 ta o'yin davomida barcha futbolchilarni maydonga tushirish rejalashtirilayotganligini ta'kidladi. 2 o'yinda imkon qadar ko'proq futbolchiga imkon berishga harakat qilamiz. Asosiy maqsad ularni sinab ko'rish va umid berish. Hozir ro'yxatimizda 55 nafar futbolchi bor. Agar chempionatda yangi futbolchilar porlab chiqsa, ularni ham albatta jalb qilamiz. Umuman olganda, ko'plab futbolchilarni kuzatdik va bu biz uchun yoqimli muammo. Tanlov keng. Men uchun eng muhimi futbolchining hozirgi holati. Tajribali futbolchilar bilan ham gaplashdik. Ularning barchasi milliy jamoa uchun o'ynashdan faxrlanadi. Penaltilar masalasi. Cannavaro jamoa doimiy tarzda penaltilar ustida ishlayotganligini aytib o'tdi. Penaltilar ustida doim ishlaymiz. Eron bilan o'yinda ham buni ko'rdik. Lekin bilasiz, o'yindagi hissiyotlar boshqacha bo'ladi. Ba'zida mashg'ulot ham yordam bermasligi mumkin. Shunga qaramasdan bu yo'nalishda ishlashda davom etamiz, deya ta'kidladi murabbiy. Darvozabonlar masalasi. Shuningdek, italiyalik mutaxassis jamoaning asosiy darvozaboni kim bo'lishi haqidagi savolga javob berdi. Hozirgi tarkibga eng munosib darvozabonlar jalb etilgan. Shu sabab boshqalari haqida gapirmoqchi emasman. Ular men noto'g'ri qaror qabul qilganimni isbotlash uchun yanada ko'proq harakat qilishlari kerak. Hozirga qadar 5 nafar darvozabonni sinovdan o'tkazdik. Bu bizga yuqori darajadagi raqobatni ta'minlab beradi. Ular barchasi professional va asosiy jamoa safida o'ynashga loyiq. Asosiy darvozabon kim bo'lishini oxirgi soniyalargacha ma'lum qilmaymiz. Bu raqobat uchun. Biz bir xil sharoitda mashg'ulot o'tkazamiz. Shu sabab oldindan bu haqda aytish noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Eron chempionatidagi legionerlar haqida. Murabbiyga ko'ra, Eron chempionatida faoliyat yuritadigan legioner futbolchilar uni yo'ylatayotgan asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Eron chempionatidagi futbolchilar masalasi juda og'ir muammo. Ularning mahalliy musobaqada o'ynash yoki o'ynamasligi FIFA Series musobaqasidan keyin aniq bo'ladi. Bu borada FIFAga ham murojaat qilganmiz. Faqat mashg'ulotlar yetarli emas. Shuning uchun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidan ularga qo'shimcha o'rtoqlik o'yinlari tashkil qilib berishni so'radik. Umuman olganda, kimni chaqirish kerak bo'lsa, biz ishonch bilan chaqiramiz. Barcha futbolchilarni kuzatamiz va kim tayyor bo'lsa, o'sha jamoaga keladi. FIFA Series turniridagi raqiblar va mundial haqida. Fabio Cannavaro, Daryo jurnalistining Gabon va Venezuelaga qarshi o'yinlar jamoa uchun qay darajada muhimligi haqidagi savoliga quyidagicha javob berdi. Doim ham jahon chempionatidagi raqibimiz darajasidagi jamoa bilan o'yna olmaymiz. Bu juda qiyin jarayon.
FIFA Series musobaqasi orqali Gabon va Venesuelaga qarshi o'yin o'tkazishimiz belgilangan. Bundan xursandman. Kuchli raqiblar bilan o'ynashga harakat qilyapmiz. Afrika, Yevropa va Janubiy Amerikaning eng yaxshi jamoalari mundialda bizga raqib bo'ladi. Jahon chempionati oldidan ikkita muhim o'yinimiz bor. Biri Kanada bilan, ikkinchisi Atlantaga jo'nab ketishimizdan oldin top jamoalardan biriga qarshi. Jahon chempionati darajasi umuman boshqa. Kolumbiya, Portugaliya kabi jamoalarga qarshi o'ynash oson emas. Masalan, Kongo ham kuchli jamoa. Ularning asosiy futbolchilari Angliya Premier Ligasida o'ynaydi. Jahon chempionati o'z nomi bilan eng qiyin musobaqa. Ma'lumot uchun, O'zbekiston milliy terma jamoasi FIFA Series turniri doirasida Gabon va Venesuela terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Fabio Cannavaro boshqaruvidagi Oq bo'rilar 27-martda Gabon va 30-martda Venesuela terma jamoasida qarshi bahs olib boradi. Har ikki uchrashuv Bunyodkor stadionida Toshkent vaqti bilan 19:00 da boshlanadi. Gabon ustozi, bu yerga turist sifatida kelmadik. Obameyangni klub so'rovi sabab olib kelmadik. Gabon milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Aniset Yala FIFA Series musobaqasidan o'rin olgan O'zbekistonga qarshi uchrashuvdan oldingi matbuot anjumanida ishtirok etdi. Mehmondo'stlik uchun rahmat. Biz bu yerga o'zimizga bo'lgan ishonch bilan yetib keldik. Mundial ishtirokchisiga qarshi o'ynaymiz. Yaxshi o'yin namoyish etib, yaxshi kayfiyatda uyga qaytamiz degan umiddaman, deya fikr bildirdi Gabon terma jamoasi bosh murabbiyi Aniset Yala. O'zbekiston terma jamoasining qaysi jihatlarini ta'kidlab o'tgan bo'lar edingiz? Terma jamoangiz kuchli futbolchilarga ega. Albatta, City o'yinchisini butun dunyo taniydi. Shuningdek, ko'plab yosh va iqtidorli futbolchilar mavjud. Terma jamoa shunchaki jahon chempionatiga chiqib qolmaydi. Bunday raqibga qarshi o'ynash biz uchun chaqiruv bo'ladi. Obameyang terma jamoaga chaqirilmaganining sababi nimada? Husanovga qarshi qanday o'ynamoqchisizlar? Barchangiz bilasiz, Obameyang bizning asosiy yetakchimiz. U hozirgi kunda klubiga yordam berishi kerak va shu sababli tarkibimizda emas. Uning klubi Fransiya chempionatidagi ishtirokini davom ettirmoqda va natijalari qoniqarsiz. Shu sababli klub futbolchini o'z ixtiyorida olib qolishni iltimos qildi. Biz klubning so'rovini qabul qildik. Ushbu uchrashuvlar orqali yosh futbolchilarga imkon beramiz. Yoshlarimiz esa tajriba orttiradi. Husanov katta iqtidor, City'dek katta klubda o'ynamoqda, ammo futbolni 11 kishi o'ynaydi. Taktik jihatdan uning kuchli jihatlarini bartaraf etishga harakat qilamiz. Kecha Gabon terma jamoasining mashg'ulotlarini tomosha qildim. Gabon tarkibida bo'ydor va gavdali futbolchilar ko'p ekan. O'zbekiston esa ko'proq texnikasi yuqori futbolchilarga tayanadi. Shundan kelib chiqib, ertaga qanday futbol namoyish etmoqchisiz? Biz o'z uyida o'ynayotgan jamoa bilan to'qnashamiz. O'zbekiston FIFA reytingida 52-o'rinda, biz esa 84-o'rindamiz. To'g'ri, nazariy jihatdan terma jamoalar o'rtasida farq bordek, ammo barchasi maydonda hal bo'ladi. Bu yerga shunchaki turist sifatida tashrif buyurmadik. Biz bu yerga natija uchun keldik. Ertaga maydonda jamoa o'zining eng yaxshi o'yinini namoyish etishga harakat qiladi.